Avtoulovni yaxshi ko'radigan ota yangi mashina olibdi. Mashinani olib kelib uyga qo'yibdi. Kelsa, mashinani yonida bir chiziq paydo bo'libdi, o'yib tuzilgan chiziq paydo bo'libdi. Endi mashinani yaxshi ko'radi, g'azabi kelibdi. Achchiqlanib xotinidan kim qildi buni? Anavi erkatoy o'g'liz mix bilan shuni tizibdi. Qani o'sha mix? Mixni ayoli yerga tutibdi, bolasini tutib, kaftini ochib, haligi zanglagan mix bilan uni kaftiga bir necha bor qattiq uribdi, qonabdi. Haligi bola dodni qo'yib yig'labdi, uni qo'lini onasi bog'lab qo'yibdi. Ertasi bo'pti, ertasiga qarasa qo'l rangi o'zgarib ketgan, ishib ketgan. Bola dodni yig'layapti. Uni doktorga olib borishdi. Doktorlar qo'lini kesmasa bo'lmaydi. Bu mixda qandaydir infeksiya bo'lgan. Qo'li kesildi, lekin kech bo'lgan ekan, butun tanaga tarqab bo'lgan ekan, bola bir necha kunda halok bo'ldi. Bu nimadan?